Bu kofe foydalimi yoki zararlimi? Video davomida buni bilib olasizlar. Kuniga 1-2 choy qoshiq kofe iste'moli bu foydali. U miyadagi qon tomirlarini, qon o'tishini yaxshilagani hisobiga xotirani yaxshilaydi, biroz tetiklantiruvchi effekt beradi, bosh og'rig'ini qoldiradi. Lekin qon bosimi oshib yuradiganlarga kofe iste'moli umuman taqiqlanadi. Kofe biroz taxikardiya, yurak urishini tezlashtirishi mumkin. Bu ham normal holat hisoblanadi. Lekin shuni esdan chiqarmang. Kofe bilan birga energetiklarni umuman ichmang. Chunki energetiklarning sostavida ham, kofening tarkibida ham kofein miqdori juda ham ko'p. Ular birgalikda qon bosimini yana ham yuqoriga oshirishi mumkin. Men kardiolog sifatida homilador ayollarga hamda emizikli ayollarga kofeni umuman taqiqlayman. Chunki kofedagi kofein homilador ayollarda ham qon bosimini oshirishi va homilaga ham ta'sir qilishi mumkin. Siz kuniga qancha kofe iste'mol qilasiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Sog'lig'ingiz uchun foydali ma'lumotlar profilimizda obuna bo'ling.